السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. Muhaciratda yaşayotgan qalbi xalqimizning musibatlari bilan birlikda zanjirsimon bog'langan holatning ustida yashayotgan barliq aziz qarindoshlarim, ro'za hayitlarni Alloh aman qilgan bo'lishi mumkin. Ro'za hayitlarga tekrar muborak bo'lsin. Bizning dardimiz asrlar ichidagi bu ming yil tarixning ichidagi eng kuchlik, eng ig'ir bo'lgan bir zulmga duch keldik. Bu zulm vatan ichida xalqimiz umumyuzlik qatlam qilingan, erlar umumyuzlik nakatkinni bilgili bo'lmagan, qizlarimizni Xitoylar qiqirtib bosqinchilik qilayotgan, İçkirlerge apırıp, baha talaştırıp setevatkan, her xil haletlerge duç geldik. Bu musibetlerimiz bizge yetmegendek, musibetlerimizden üstüge musibet katma kat çumulanma çok pistek musibet üstüde yaşavatımız. Bu musibetlerimizden üstüge 2 yıldan beri koşulup, bu bizge, yürükümüzge sancılıp, çıkıtanmayvatkan bir piçakko okşaş, bulavatkan Tayland'daki esirlerimiz, Endonezya, Keşmir'deki esirlerimiz yetmegenidek, yani uruş rayonlarına ketip kalıp, eğleri Allah kabul kılgan bolsa 70. Ama irigi itaat yüzüsidin ketip kalgan anıla, dünyanın nemi üçün tuğulganlıkını bilmeyvatkan haletlerinin özüde 1,5 mingdan artık Sebilenin yana aş vatanimizdeki dinsiz, imansız komünistlik, belki onundek vahşi bo'lmasa mu, şu komünistlarning bir türü bo'lgan komünistlarning qo'llarida xalqimiz asrlik noli faryod ichida yashayotdi. Buni bilmagan muhojiratdagi har bir Uyg'ur tashkiloti rahbar ayol cho'ng kichik hech qaysimiz qolmadik. Bu 2 yildan beri buningga biz bir necha qitim shundoq ep ketadigan, anda qilib o'tadigan, munda qilib o'tadigan degan xabarlarning kelish sababi bilan biz nurg'ulg'an yig'ilgan bo'ldik, qo'zg'algan bo'ldik, tashkilotli rahbarlarga bu davolni anglatgan bo'ldik. Har xil qo'limizdan keladigan sabab imkoniyatlarda izlanib baqdik, tirishib baqdik. Bu borasida Amerikadan Rabia Qadir anamiz 1 yilning oldida buning yo'llarini Amerika hukumati bilan diplomatiya saviyada mangadiganligiga xalqimizga so'z qoldirgan. Onundan başka yeni izlengenler var. Ali Ekber Damullacım bu barısında Ankara'largacha berip izlenedigan Kızıl Ay, Yeşil Ay, her xil aylar bilan İHA'dan tatip her xil teşkilat cemiyetler bilan görüşeş orqali en ahirisining o'zida bu ishni başdan ahir bir tafsili jarayonni surushtirish orqali bu yil mana Ramazonul Muborakning o'zida shularni qutqizishga sizlar yordaminglarni beringlar, men boshqalab chiqay deydigan bir dana kişilerge vakaleten kişinin yüzünü çüydürmedi Allah. Bir dana erkek çıktı. Ramazan'ın 5'te men bütün sizler bilen bo'lgan canlı yayın sohbetlerimning özüde her qatim başka tema bo'lsin, moşu temini Ramazan'ın baştan ahirgacha eslatib keldim. Yani yakında tünügünden tatip bu ahvalat yani o'ttirga ciddi bir holatda chiqqan bo'ldi. Yani xalqimiz sarasmiga tushib bütün tashkiloti Mag'ribdan Masharqgacha tor dunyosini tunigundan hozirgacha 24 soat WhatsApp bütün tor dunyosini musha ahvolatlar egallagan bo'ldi. Buningda xalqimizda yenilam tunigun eng ijobiy ovoz qaytargan rahbarimiz Rabia Qadir anamiz bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Yana Ali Ekber Damullacım, men tunigun 100 turani ko'rashdim. Yığılgan iqtisodlar, ularning ahvolati, ularning yo'llari borasida nereden nergacha bordi men bir fikrlashib uyga qaytgan bo'ldim.
Endi muşununga başvulab chiqmasa, başvulab chiqadiganlar chiqmadi, bizning ichimizda erkak yo'q ekan deb isyon qildik. Naiti qalaymaqan ağzımızını buzub tillaydigan bir holatlarga duch keldik. Xususan Ali Ekber Damullajimni tor dunyolarda mening shohid bo'lganim, sen yig'ilgan pulni nega apading hisob ber. İsmi cismi yo'q odamlar. Mushu hisob ber degan odamni siz necha pul berdingmi? Men tunigin chiqib Ali Ekber Damullajim bilan buning tafsilotini bir paranglashgan bo'ldim. Bu pul Ali Ekber Damullajimning kartiga kirmaydi. U başvurab chiqchi odam. Abdülkemacım turpallık, yerlik, meşanın vatandaşı bo'lgan bir adamning hisobatiga kirdi. O pulning hisobatini ishonchlik, mutmain hayotida xalqning mol-mulkiga xiyonat qilmagan 5 odam tutadiganligini. Uningga ishchidan, yana Damullajim xotellik bo'lg'achqa tarafbozlik qildi deydigan bir masala o'ttirga chiqib qolmasin uchun xotandan bo'lmagan boshqa rayonlardan bo'lgan 4 tane ayol, shularning ichida ishonchlik bo'lgan ayollar ishchi tarafdan mas'ul bo'lganini buni tayinlash orqali bu pulni mayadan 5 odam mangdi. Ağıcı palani her bir moçan kirgan pul hisobat. Bu hisobatni Damullajim tutmaganligini, faqat ustida nazoratda turib bir vatqanligini. $100 yordam berganlimi Damullajimga telefon elib, ishxonasiga kelib, men manchilik yordam qildim. Mening ketgan bergan pulim nega ketdi? Nega yetdi? Ularning ishi nega bodi degan surishtirishni qilish albatta haqqinglar bor. Bundaq surishtirishni qilib turinglar. Chunki biz bu chaqchi nurg'ulga ishlarga yordam berdik, surishtirma qilmadik. Yordam berdik, surishtirma qilmadik. Yordam berdik, surishtirma qilmadik. Buningda xalqimizning ansirash hodislari o'ttirga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shunglashqan mushundaq yordam chaqirqi bo'lganlar cho'qim kirgan yordam mablag' yetkazilgan, uningdan chiqqan natija yetkazilgan o'rinlarning o'zida hisob elishinglarni umid qilaman. Ali Ekber Damullajim xususan har qanday hisob kitobi bor odam kelsa, uning hisob berdiganligi ishlar tugab oxirlashgan vaqtda emas xalqimizdan kirgan yordam bu Amerikadan kelgan amanchilik, Kanadadan kelgan amanchilik, Yevropadan kelgan amanchilik, mushu umumiy yordam mana ishlatilgan pul bu, guvoh shahid bu 5 odamning imzosi bilan xalqning o'ziga buning hisobotini berdigan tayyorliklar o'ttirib chiqqanligini baştama biletdim. Tunigin yana buni ekket paranglashib kirgan bo'ldim. Mushunda fikringlar bo'lsa, kelinglar. Ali Ekber Damullajim mening $100 pulimni yeb ketdi desanglar, mana men berma pulingni. Mende hisobatingni bog'lab qilib qolsa, menga telefon qilinglar. Endi mushu holatlarning o'zida yana mushu asrlar nurg'ulg'anlarimizning ichimiz tipirlab, yuraklarimiz patlab ketay holatda. Xususan men kechidan uxlayolmadim. Hech niyaqsi mijozim yo'q edi. Shundoq bo'lsa men kechidan men bir kecha uxlayolmadim. Bir kecha meni ko'rishadigan yer bilan ko'rishdim, so'zlashadiganlar bilan so'zlashdim. Tunigun yana bir kun asosan WhatsApp toplarda qarindoshlarimizning savollariga javob berishga tirishgan bo'ldim. Yana qarindoshlarimiz qanoat qilmay, jonli yayın bir holatda yana bu so'zlab buning o'ziga yana bir kuch-quvvat bermasi bo'lmaydi va deganligi uchun yana bir xalqimizning talab taqozosi uchun o'ttirga chiqib qoldik. Aziz qarindoshlarim, Damullajimning haqqida bir narsa yozib qilinglar bo'lsin, tilovat qilinglar bo'lsin. Mening haqqimda bir narsa yozib qilinglar, tilovat qilinglar bo'lsin. Hammamizning ustida yozdinglar. Uyg'ur da'vatchilari, Uyg'ur olimlarining ichida silla tillamaydigan, munofiqlar tillamaydigan, xoinlar tillamaydigan birmi tashkilot, birmi olim, birmi da'vogar bo'lmasi kerak. Çünkü kainatta Allah nemi tillaydigan milyardlagan insanlar var. Peygamberimizni tillaydigan milyardlagan insanlar var. İslamni tillaydigan milyardlagan insanlar var. Onun aldığı bizni tillaş nemi etti? Hiç neme. Ama esinglarda bolsun, meni tilliganinglar bolsun, Damullajimni başka teşkilat yerlerimizni tilliganinglar bolsun, isminglar bilan jismingni chiqaramay, mendek mandaq o'g'il valadek salohiyatinglar bilan chiqarmay yozib tilliganinglar, o'zinglar dadanglar yo'q. Amnevi payişxanadan bulab qalğan, haramdan bulab qalğanlığını e'lon qilganligingizdan boshqa narsa emas. Chunki o'g'il vala, men ülemalar birligi bo'lsin, tashkilot qandaq dangdar shaxs bo'lsin, ikki guvoh shahid chiqqan bir ishni ikki guvoh shahidni yenimda o'ltirg'izib qolib turib, guvoh shahidni pulatda qo'yib qolib turib, o'g'il valada raddiya bera olmayman. O'g'il valadak ularning har qanday jinoyatini o'ttirib qo'ya olmayman. Bu har bir musulmonning ustiga jasorat bilan farz.
Can bir qo'g'i 12. Canni Allah berdi, Allah aldı bizning tartışadigan hech nimamiz yo'q. Şoňlaşqa muşu meselenin özü meni eşäge adam setip selayotgan degan so'zlarga men şahit boldum. Şu yerge adam selip setayotgan, dalalet qilgan qaçaqçılardan tartib hammani xalqimiz biladi, Qaysaridagilar biladi, İstanbuldagilar biladi, Xudikovan, Mudikovaning Xudikova deb ular qo'rqib yo'qab ketdi. İşkiran dunyosida mı tap qilib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Şularga bir ağzınız bilen yardım qilinglar debmi, ularning ağzı bilen yardım qilib bo'lmadi. Mana bizning Mudikimiz, Xudikimiz olmag'achqa o'ttirga chiqdik. Mana meni şu yerga adam selayotgan, şu yerga adam sağgan, meni sağgan deydigan bir dana adamni echqinglar o'g'ilvaldek salaytlar o'ttirga chiqsin, men qo'liqamni kesib birmay aytsanglar bo'lsin. Aziz qarindoshlarim, men şu yerga qarshi, şu yerga bormanglar. Bara olsanlar üzümüzün adamları başvurduğun, üzümüzün adamları başvurduğun üzümüzün teşkilatımızga barlı, ezelden tatip biz tanımaydıgan milletdaşlar, bizlerinin halimizga, halaketlerimizge, akıbetlerimizge mesul bo'lmadi deb dalalet qilguvchilarning birisi. Hatta ki muşu barista meni murtad, o'ltirutimiz, qinni to'kimiz deydigan tahdidlarga duch kelgan insonlarning birisiman. Zuvaningni yıkmasan, aşağı şu adamını bağlı koymasan, sen ülep gitse, seni öldürüp etkili adam tayya oldu degan meselelerge duch kelgan adamning birisiman. Öldürüp bulanmadı. Canını Allah bergachga, Allah ağaçga insonlar öldürüp bulanmaydı ekan. Azrail aleyhisselam kelganda inşallah el-hukm lillah teslim bo'lamiz. Şoňlaşqa mening haqqimda mushundaq deydiganlar bo'lib qolsa, salahiyetinizlar bilan o'ttirga chiqa oladigan yigit bo'lib qolsa, barakalloh, aferin. Hüseyin Tecelli'nin qarindoshlar studiyasida guvoh shohidlarni olib chiqsa, jalliq studiya bilan men bilan yüzleşsanglar bo'ladi. Mana şu yerden çıkıp bo'lgan 100'den artık ayollar bor. O ayollar uni kim keldi, İstanbul'da kim mehmon qilgan, Qaysariyda kim mehmon qilgan, ularni u yerga kim boshlab mangan, kim dalalet qilgan, ular eng yaxshi biladi. Ma Uyg'ur xalqini anda unutqaq chaqlab qolmanglar. Bir yaxshilikni unutmaydi. Xalqning ichida O'rta Osiyoda 4 qarindishimizning qaniga zamin bo'lgan vaqa 20 yil bo'lay degan bo'lsa-mu, bu xalq shu vaqtda ba hayotlarni tishlab tortib, hozirgacha aram bermayotgan xalq ma'lum. Anda unutqa xalq emas, 100'den artıq aile sabile tuqqanları va pulları va chiqib bo'ldi, chiqyapti yo'lda. İnşallah taala u yerdagi analarni, balalarni hammasi salomat chiqadi. Shu ziyon zahmatga uchraganlar, ularni u yerga kim dalolat qildi, kim ularning beshiga kun tushganda beshni tiqib oldi, biladi. Ularni kim boshlab ekirib u yerga kim o'tkazib bergan qachoqchilardan tortib shular yaxshi biladi. U xalq cho'qim hisob oladi, esingizda bo'lsin. Şular isimlerden tatip, medyaya çıkıp, hesap alıdı, hesap bir de bu kıyımcılar. Şunalaşma, biz yat milletlerinin evliya, azam, yaxşı teşkilatlardan, üzemnin milletiminin en netar teşkilatı men üçün ebzel, halkımız üçün ebzel. Ular her halette halkımızın menfaatini köngül biladi. Bizlerge başka yat millet qarindoshlarimiz evliya, azam bulup ketken takdirde, bizning halkımızın küçüdün paydalanış, bizning xalqimizni qima o'yinida tikib etishni biladi ekanki, beshiga kun tushganda yordam berishni bilmaydi aziz qarindoshlarim. Biz bu hadislarga duch keldik. Şoňlaşqa bu barasida tunigan yanğısı izdinish va hokazo orqali yana mendan boshqa Uğuzxan hoji ma'rif nimish qiladi? Ma'rif yiqqan pulini aytdi, Yevropadan yiqqan pulini aytdi, ulamolar birligini nimish qildi deydigan bir ahvolotlarni shohid bo'lib qoldik. Ülemalar birliki, Uğuzxan hacim, xalqning eng yaxshi ustozlaridan ulami o'zining diplomatiya saviyasiga o'tib bo'ldi. Chunki gapni qilganlar sen nima ish qilding desa bilmasligi mumkin, ammo ular amaliy real shularning ishini nerdan hal qilib bo'ldi, qanday hal qilib bo'ldi, yo'llar nerdan nagacha ülemalar birlikimi bu to'dan tatib izdendi, izdinyapti. Uğuzxan hacimni izdinyapti. İsmail Çingiz efendimden Allah razı olsun tunigandan tatib Türkiye hükümeti ichki ishlar ministri bütün teşkilatlar bilan bularni qutuldirilish barasida irtibotga o'tadiganligini o'zining WhatsApp topida ham e'lon qildi. Bunga men shohid bo'ldim.
Hem bu barısında Türkiye'de şularını kutulduğuluşta Ali Ekber Damullacım'a yardım vermekçi boğanlar yana üzülüp kalmadı, yani davamlık yardımınla devam kılsanlar buludu. Bunun bir taraftan bazılarına devlet kılanmagan işini şahıslar kılalamdı deydi. Aziz qarindoshlarım, tishimizga bir narsa kirib qolib qolsa, tish ko'lig'i uchun ko'laydi ekanmiz. Neyzi bilan emas. Ammo tish ko'lig'i uchun urushga ko'tarib chiqib olmaydi. Neyzida tish ko'lig'i olmaydi ekan, cho'ng narsada tish ko'laydigan narsada urushga chiqib olmaydi ekan. Kichik tashkilotlar bilan qilib bo'ladigan ishni cho'ng davlat bilan qilib bo'lmaydi ekan, cho'ng davlatlar bilan qilib bo'ladigan ishni kichik davlatlar bilan qilib bo'lmaydi ekan. Davlatlarning o'zi qilolmagan ishni shaxsiy tashkilot shaxslarni ishga solish orqali qiladi ekan. Irondek, Chavshandek embargoga uchragan davlatlar davlatning qo'li bilan emas, shu davlatning shaxsiy mafiyalar tashkilotlari, tijorat shirkatlarining qo'li bilan sotadigan narsani chet elga chiqib setib, ekirdigan narsani shaxslarning qo'li bilan ekirishga majbur ekan. Hamma narsaning yo'li bor. Şoň buningda birma adam qutulanmagan bolsa yo'li yo'q ekan desek bo'ladi. 100 dan ortiq oila qutulib bo'ldi. Oilasining puli va jabti jamiyati bola hammasi asosan baylarga chiqib bo'ldi. Hozir u yerda yig'ilib qolganlar asosan chet elda tuqqanlari yo'q, yordam qila oladiganlari yo'q, hech qanday iqtisodiy manbasi yo'q. Eng ojiz tipdagi qarindoshlarimiz qolib qolgan bo'ldi. Buning bahosini bildingmi? Endi Ali Ekber Damullacımı hazır 2 xil besimga düşüp kelyapti tunigan. Bularni qutqizib chiqqanda 6.000-7.000 dollardan qutuldirib chiqqan bir yo'l var ekan. Hozirgi jiddiy yo'l ham bor ekan. Bu 11.000-12.000 dollar atrofidagi yo'l ekan. Şoňlaşqa aşa 6.000-7.000 dollarlik yo'l bir az kechikib qoladi ekan. 1-2 ay, 2-3 ay kechikib qolishi mumkin ekan. Lakin mumkin bo'lib qolsa-mu 50 adamni qutuldirib oldigan pulga 100ni qutuldirdiganga 200 adamni qutuldirib olsak, azarroq deyishadigan yo'llarni izlab, shuning payda peshida, shuning bilan aloqada har kun soat minutlarda aloqa bo'layotganligini o'ttirib qo'ydi. Bilib biqinglar, shularni qutuldirilish borasida Ali Ekber Damullacım o'ttirib chiqishdan ilgari hammanglar qo'rqdinglar. Adolatli bir davlatdan qo'rqdinglar. Bu davlat Türkiye hükümeti, Türkiye askerler özü bilen urushga kirib qolgan düşmandingmi, xotin balalarni xarlaydigan, xotin balalarni etib, tutib, setib, urib qildigan bundaq orda emas. Ajoyib merhametlik, adaletlik Türk armiyasi var. Merhametlik, adaletlik Türk devleti var. Türk devleti Tayyip Erdoğan'ın ayali, Allah razı olsun Emine Erdoğan, mezlumlardan hal soraş arqılı Bangladesh'e yetib bari. Kavranlar ba, Palestin bütün dünya mezlumlardan halini soraşqa, mezlumlarga bütün neydi mezlum ba, Türkiye rehberleri, Türkiye devleti, Türkiye askeri şu yerde mezlumlarning ko'z yaşlarını sürtüşke tirişivatkan bir xalq ba. Şoňlaşqa Türkiye halkının aldydymı, o ayallar bilen narasidilarni qutuldirilish Türkiye kanununda cinayet emas. Üzümüzün sayesinde üzümüz qo'rqaydigan bir kasallik bilen Ali Ekber Damullacım chiqishdan ilgari hech qachon chiqanmadingmi? Ali Ekber Damullacım chiqqanmi? Silni qalpaq yugizib tutib qo'ydi, solab qo'ydi. Menga men chiqdim degan bo'ldi. Silni ularni qutuldirilishni o'ttirib qo'yibasizlar, silni tutib qo'ydi, solab qo'ydi. Aziz qarindoshlarım, qo'rqmayli. Biz vatan üçün vatanni almoqchi aziz qarindoshlarım. Memteli Tevfik rahimahullah, Allah rahmet olsun, şerden 2 kublik okuyayım. Kurtuluş yoluydu aktı. Kurtuluş yoluydu sudek aktı bizning kanımız. Sen üçün ey yurtumuz bulsun pida bu canımız. Kan keçip hem can verip ahir kutuldurduk seni. Ey mani numusunu kılmay burutlu, kostüm burulkulu, sakallık muşişirini okuvat siliyasını numus kılmay. Aşı vatanını kan verip, can verip, yurtның yüzüne kan veren, can veren. Yumakçı boğan noçılar, aşı şehrinin ruhiga emel kılmay, bir halkımızın işini mansı kalpak yügüzüp gitti. Terörçü dep gitti, ulanın şeriki dep gitti dep. Muşundaq bir tapı malametten qoqqan adam, nerede kan verilsin, nerede can verilsin? Halkının bir tapı taneti, melameti kip qilish mümkün bo'lgan ishqa o'ttirib chiqanmagan insonlik qon emas, bital tukuning yo'linib ketishiga rozi bo'lmaydi. Aziz qarindoshlarim, xalq uchun badal to'layli,
Bedelimiz olsun, tafı malamet olsun. Bu demokratiya Türkiye'den de başka edim öldürüp oturan adamını öldürüp oturan devlet emas ben bu. Edim öldürüp oturan adamını 8 yıl, 9 yıl kesip koydu iken, 9 yıl, 3 yılda toşudu iken, 8 saatini bir günlük hesaplap çıkıtıverdi iken aziz qarindoshlar. Nim baramdı bizga qo'rqaydigan? Uyg'ur xalqida terrorist yo'q, esingizda bo'lsin. Terörist badiyesi esanlıda olsun, Şi haramlık, Xitay Komünistlik Partisi terörist. Bizning mescitlerimiz, yurtlarımız, aşı eşeğe bağlan erkeklerimiz, halkımızın yurtta yaşaş imkaniyeti vermey, öylerden, mallarlardan, dokallardan, ticaretlerden qoğlamagan bolsa, xanı veyran kılıp etmegen bolsa, aşı zeminimizni tacavuz kılmagan bolsa, şu zeminimizni qoğdap qalalgan bolsa, aziz qarindoshlarım, o bizning xalqimizga tog'dinim ba, bag'dinim ba, ayaga berishqinim ba, mayaga berishqinim ba. Mana Uyg'ur xalqini terrorist deydigan ish chiqib qolsa, Şi haramlik bilan Xitoy Komünist Partisi terrorist. Uyg'ur xalqini dunyo terrorist deb bakmadı. Esingizda bo'lsin. Men sizlarga unutilib qolgan, sizlar biladigan bir tarixni eskartib qo'y. Afganistanning NATO ko'p davlat armiyasi bombardimon qilib urgan vaqtda qo'lida qoral yaroq bilan tarbiya ilib Xitoyning xeyini osmonga qilmoqchi bo'lgan 28 qahramonimiz Amerika'nın Guantanamo turmusida yatdı. Xitoy şolunimi turum terörist qiliman dedi. Amerika 29 adamga sahip chiqib bular terörist emas. Bular senin. Sen ularning ziminni tatib olgan, ularni sen sarson qilgan, majbur qilgan, ular tayyorlik qilib bilishning o'ziga haqli. O'zining yurtini qaytarilishga haqli bo'lgan odam qanday terrorist bo'ladi dedi. Qo'rol tutgan adamlarimizni Amerikadagi Hristiyan cho'shqa yeydigan bir adamning o'zi terrorist demagan yerda sen biz la ilaha illalloh bizning tilimizni ishlatib turib, ey, qo'y go'shi yeb turib, mening xalqimni terrorist deydigan nima haqqing var sen guylaring? Amerika demagan, Hristiyanlar terrorist demagan qo'rol bilan tutib olgan qahramonlarimizni senlerin nemis o biçare günah bir Kur'an'ın mı tepkisini tutup bakmadan narisidilerini, anılarını, terörist, uçu buçu dediğin ne hakkın var? Benim halkımda terörist yok. Benim halkımda terörist diyen kalpaklı zorluğun terörist, faşist, Şi haramlık bilen Çinçenko Xitay Kompartisi terörist. Benim halkımın içinde terörist yok. Benim halkım terörist bulanmaydı. Mening xalqim hattoki quchqashni tutsangmi qo'lang titraydi deb ota-onamiz bizni qo'rqitib o'rgatgan mehribon xalq biz aziz qarindoshlarim. Shunlashqa aziz qarindoshlarim, Rabiya Qodir xonim bu borasida yo'lmangdi. Ammo Rabiya onamizni bilasizlar, vatan uchun necha yuz million dollar pulni o'ttirib qo'ygan. Oila tavobatlarini Rabiya Sodusari deganni bilasizlar, doğu tikivetken bütün mal mülküden ayrılgan. Uygur davasının 60 yılda ya ölmey tirilmey qalgan davasını Rabiya Qodir anamız çıkış arqılıp Allah'ın fazl rahmeti Allah bu anını vesile qilib Uygur davasını Amerika Cemiyeti Kongresi tunuydigan, Avrupa İttifaqı tunuydigan, dünya tunuydigan bir seviyege ekegen anımız. Onundan ilgirki 60 yılının içindeki davagerler Rabiya Qodir anamızın 10 yıllık siyasi hayatındaki musafinin 10%'ini tamamlayanmagan. Muşu kahraman anamız yeni çıktı. Bu kahraman anamızdan tünügünki çakırqını beni en suyundurgini fukuha, doktor, İslam kanunşünaslık alimlerimizden Doktor Abdülaziz Rahmetullah Ustaz'ın Facebook'ta paylaşkanlıqıga ben şahit oldum. Allah Ustaz'dan razı olsun. Oğul ustaz. Meni bu ayalken kanda kutkuza, kanda çakarık kıladımı hep boğan bir sözünü qo'llayalaydigan olimlarga, fidokorlarga muhtojmiz. Şunlaşqa Rabiya Qodir xonimning dushmanlar tarafdan, suiqasd tarafdan qalpoq kiydirilib, maoshlari, ta'minatlari kelish manbalari uzib tashlanganligini bilasizlar. Xonim bilan men paranglashdim. Shularning davosini Aqsaroyga, u yerga, bu yerga berib anglatish uchun bir shopir qichirish kerakkan, may quyish kerakkan, u odam ishini tashlash kerakkan. Rabiya Qodir xonim bir qatim bir yerga berib, shu dokladni shu yig'lashni topshirolsin, topshiranmasin $400-500 pul ketadigan, 10 qitim bası 5000, bu ish uchun 50-60 qitim berishga to'g'ri keladigan. Shunga Amerika, Kanada, Yevropadagi aziz qarindoshlarim,
Bu barısda Amerika davlat diplomatiya saviyasiga bu xalqimizning dard ahvolatini anglatib, bu analar bilan bolalarni qo'g'dab qilish barisidagi talab taqozolarni Amerika hukumatiga sunishning o'zida Amerikada Robiya Qodir xonim onamiz mana men deb o'ttirg'i chiqdi. Shunga Yevropa, Amerika, Kanadadagi qarindoshlarimiz shularga ishingni og'rigan bo'lsa, Robiya Qodir xonim mushu da'voning natijasi chiqqanga qadar uyda o'tirib qolmay, har kuni mashinani qo'zg'ab, shoferni qo'zg'ab shu da'voning oqisidan qo'yib o'tmay mangalishi uchun Robiya Qodir xonimga qo'limizdan kelishicha iqtisodiy yordamda bo'laylik. Yep kitambiki demanglar. Ana million dollar pul ko'rgan. Chet eldimi texi Uyg'urlardan da'vogarlarning ichida dava uchun bedel to'lagan, oilasi mol-mulklarga bedel to'lashda Robiya Qodir xonimdan cho'ng bedel to'lagan bir Uyg'ur olsa deb baqanglar, men anglab baqaymish xalq uchun. Yanalam ana chidamaydi ekan. Yana ayollarga chidamaydi ekan. O bechora ayollarga, sabiyalarga shu ani yana chidamadi, yana chiqdi. Shunga Yevropa, Amerikadagilar zuvanani yig'ib turib, diplomatiya saviyasi, chunki bizning o ana bolalarni tutib turayotganlar Amerika hukumatining kontrolligidagi 100% kontrolligidagi odamlar. Bo'ynidagi zanjir. Amerika qo'yib o'tadi. O'tkazmaydi. Mana ishdan chiqqan xabarlarning o'zida bultumi bir hodis yuz berib, biz analar bilan bolalarni tashkil qilgan holatda shularning talab taqozosi Xitoyga ketsa, Xitoyli ularni yeb ketadiganlik borasida biz Istanbuldagi Amerika konsuliga bir talabnoma sungan edik. Ular bir o'tkaldan o'tib ketgan edi. Ularning menga eskartgani yana mushu Amerika konsuliga bizlarning haqqimizda bir talabnoma sunsanglar, yana bu bo'ron chapqinni otib ketdik degan talabni qo'ydi. Men bu borasida yozadigan inglizcha talab taqozoni yaxshi biladigan birodarlarga topshirgan bo'ldim. Inshaalloh da kechgacha ertagacha bitadi. Ommaviy hamma davlatda sizlar bizning qila oladigan ishimiz Yevropa, Amerikadagilar Amerika diplomatsiyasini hal qilib bunga ijobiy javob olib to'xtab qolmay yo'lini mangadigan. Har kuni mengish uchun Robiya Qodir onamizga Amerika, Kanadadagi qarindoshlarimiz moddiy yordamda bo'laylik. Ularni amaliy qutuldirib chiqish borasida 6000 dollarlik yo'l hal olsun, 7000 hal olsun yoki 10000, 11000 qilishga majbur bo'laylik. Buningda Ali Akbar Damullojimga hisobotini bilisizlar, yordamda bo'lishinglarni umid qilaman. Biz yordamni to'xtatmaylik. Onundan boshqa Amerika, Kanada, Yevropa, bütün dünya davlatlari turayotgan mujohidlarning yana bir qila oladigan bir ishimiz, biz Amerika konsuliga yana bir tashkillanib chiqaydigan virus qonuni bo'g'atga tashkillanib to'plashga bo'lmaganligi uchun biz yana shu Amerikaga bulto'singandek talabnomani tayyorlab, yoki 4 kishilik, yoki 5 kishilik, yoki 6 kishilik bir qarindoshlarimiz guruhi bo'lsaqmi, bulanmasaqmi, inshaallohda erta juma kuni va yoki Dushanbeden kech qolmagan holatda bu iltimosni topshirishga tirishyapmiz. Chunki Uyg'urlarga diplomatiya saviyasida sahib chiqishga tirishayotgan, Uyg'urlarga ko'ngil bilayotgan davlat Amerika, so'nglashqa Amerika bizning qo'rol tutgan erkaklarimizni terrorchi deb Xitoyga o'tkazib bermagan bu terrorchi emas deyilgan o'g'il bola erkak davlat bizning hargiz onalarimiz bilan, ota singillarimiz bilan bolalarimizni terrorchi demaydi. Turkiya mi demaydi ularni terrorchi deb baqmadi aziz qarindoshlarim. So'nglashqa men ismini hozir deyishimga ruxsat bo'lmaganlik uchun deyolmayman. Yana Ramazonning oxirgi 20 bo'lgan atrofida Amerikadagi eng o't yurak qo'lidan ish keladigan bu xalqning da'vo yo'llariga million pullarni sarf qilgan bir da'vogar bilan ayrim ko'rishgan bo'ldim Messengerda. U qarindishimni mushu kundan tatib mening eng zurul ishim shu ana ballani qutuldirishda Amerikaning diplomatiya himoyasini saviyasini qo'lga keltirishni men bugundan tatib boshlayman deb va'da bergili 3 haftadan oshdi, 4-hafta kirdi. Bu ish bo'layotgan. Chunki u qarindishimiz ismini chiqarishni xohlamagan, men ismini chiqarolmadim. Amanat bo'lg'achqa u qarindishimiz yo'l mengyapti. Yana ham Amerikadagilar qani sizlarga bir sinoq keldi. Robiya Qodir onamizga yordamchi bo'laylik. Uningdan boshqa yana Bilal İbrahim Türkistani dostum, o mu söz kılgan mecburiyetini ada kıldı. Onundan başka Salih Hudayargıma bir sınah geldi, kahramanımız. Ablacan Leyli Naman'a sınah geldi. Kuzdat Altay Efendim'e sınah geldi. Enver Yusuf Turani'ye sınah geldi. Amerika'da dava kılımız davatkan, Ümit Sabri,
İlyar Şemşidin qarindoshlarımızga sınaq geldi. Şuna bularning Uyg'ur xalqining ziyonkashlikka uchirg'uchi Xitoy terrorist faşist iblislarning zulmidan dunyoga teri-piram bo'lib ketganligimiz, Uyg'urda terrorist yo'q, terrorist Xitoy alvastılar ekanligiga dokladlarni yozib, Amerikaga bu chaqquchi Uyg'ur davosiga ega chiqayotgan, Uyg'ur davosiga puttiravatgan, Uyg'ur kishilik huquq qonunini tasdiqlashga puttiravatgan Amerika hukumatiga tashakkurimiz, rahmatimiz bilan birlikda bu talaf taqazzolarni ciddi sunuşlarını tavsiye qilma. Onundan başka Türkiye'dekiler bo'lsin, bütün devletdekiler inşallahla ertaya ögünlükte ammabab bo'lgan Amerika konsulluğuna iltimas sunuş, Amerika konsulluğuna teşekkürname bilan birlikte bir tayyorlangan başkalar bo'lsa, torda o'rtaqlashinglar buni. Ben bu yurtqani pitib qolib qolsa, buni tor dunyosida WhatsApp'da o'rtaqlashimiz, qaysi davlatda bo'lgan Amerikaning qaysi konsuli bo'lsin, bir adam bo'lsinmi berib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyadan tortib bütün davlatlar mushu Uyg'urlarning nomida mushu talab taqozzoni Amerika konsuliga yetkazib berishinglarni umid qilaman. Bizning qila oladigan ishlarimiz mushu. Biz tirishimiz, biz sababga buyurildik. Natijasiga Alloh mas'ul. Biz natijaga buyurilmadik. Natija chiqsa biz musulmonlar men chiqadim demaymiz. Biz musulmonning alohidaligi Alloh chiqarib berdi. Alhamdulillah, Alloh sabablarimizni zoya qilib etmadi. Noumid qo'ymadi. Mazlumlarning, onalarning, sabiyalarning duolari bilan Alloh ishlarimizni ro'yobga chiqarib berdi deymiz. Shunga buningga so'qoq suv sepmay danishmanlar haqiqatan yordam bergili pulini bo'lmay qolib qolsa, konsulga berib beparcha bir iltimosnomani topshirib bergidekman vaqtinglar bo'lmay qolib qolsa, 2 rekat namaz o'qib duo qilib qo'yinglar. 5 vaqt namozni joyida o'qiydigan qarindoshlarimiz, xususan men 5 vaqt namozimning hech bo'lmasa 3 vaqt, ba'zi 5 vaqt, ba'zi 4 vaqt. Dostlarımның amallығы bütün Xitay zalimlerinden tatip Mağrib'den Meşrikçe bütün düşmanlarımның halaketini Allah Teala'ga tapşırıp ben konu toqıvatım. Benim en güçlü kolumdan kiladigan emeli gücüm muş iken. Çünkü müminin en güçlü kuralı dua. Bunu kılaylı, dua kılaylı. Onu kıqıl olmaydı. Ulanı kutkuzup çıkış hazırki mesele qarindoshlarım. Uya qabul qilmaydi. Türkiye qabul qilyapti. Esingizde bo'lsin. Qo'rqmaydi analar bilan balalardan qo'rqaydigan unda qo'rqinchoq davlat emas bu. O'g'il bola erkak mazlumlarning pushti panohi mardon davlat bu. Recep Tayyip Erdoğan'dek mazlumlar uchun ko'zdan yosh to'kib yig'lay oladigan, mazlumlarning dardini anglagan so'zligida ko'zlaridan yosh marjandek qurilib to'kilib ketadigan rahimdil, mehribon, rahbar bir davlat bu. Çünkü ulanı Kanada'ya, Amerika'ya hep gittin demedik. O yerine bağmaydı o adamda ben size gidip koyayım. Ulanın hazırki ciddi ihtiyacı bu yerine kutuldurup mu çıkış emez. Esinize olsun. Şu yerinin kışta İdlib degen rayonda devlet müdafaasını Türkiye hükümeti üstüge ağan, hava müdafaası, çigra müdafaasını üstüge ağan, Türkiye asker kirgizgen, qarovulxonalarni turg'izgan. Ama devlet çigrisi Suriye'ye tava bo'lgan İdlib deydigan bir rayon var. Bilisizlar hammanglar. Şu bizning asirlarimiz turayotgan rayon bilan İdlibning aliqi 30 kilometre, 40 kilometre etrafında. Ular şu yerden kurtulsa, şu İdlib degen musafirlar panahlanish rayonga bexatar yetiblam kelsa, bo'ldi u yerda bizning qarindoshlarimiz bor, do'stlarimiz bor. Ularni o'rlashtirib, qutuldirib, ular namozlar va masjidlar va islomiy muhit bilan yashaydi. Uning inslini avara qilmaydi qarindoshlarim. Çünkü onu devlet, qabul qiladigan devletga boshqa turib avara olmasanglar bo'ladi. Hozirgi yordam mushenchilik. Ulanın başka devlet kime çıkış emas. İdlib'deki panahlanish rayonunun o'ziga basak bexatar u yana hava mudofaasi Türkiye'nin qo'lida, chegara mudofaasi Türkiye'nin qo'lida devlet zemini bu yerda yani İdlib'de 3 milyondan ortiq 5 milyonga yaqin musafirlarning erkin rahat tijorat qila oladigan, chiqa oladigan almoq maktabları, medresleri, namayişleri, ticaretleri mühim bo'lgan bir alohida belgi var. Şu belge kanam çıksa buldu. Ü belge sen terörist, sen pirot hiç nima demaydi. Analar bilan balalarni kim bo'lsa qabul qiladigan bir rayon. Aziz qarindoshlarım. O yerda bizning qarindoshlarimiz kutib, ularni salomat o'rinlashtirdi, ularning ustiga balo qazo tushib ketgan bo'ladi. Mushunchalik ahvol. Şoňalashqa aziz qarindoshlarım, Sizdek bir adamni paqqachilik umiding yo'q.
Paqqıchilikdek g'ayrating yo'q desam, noumid bo'lishinglar mumkin. Seydina İbrahim alayhissalom o'tqa tashlanganda bo'lgan bir voqea tutma. Bizning xalqimizning ichida yolg'on almashib ketgan sahihsini bir o'rtaqlashib o'tib ketaman. Hadis bilan kelgani. İbrahim alayhissalatu vesselam o'tqa tashlangan vaqtda bizning xalqimizdagi afsonada qalg'ach sotuşugan deydi. Qalg'ach emas, sahih hadisda kelgan bir qissa bu Rasululloh bizga sahih yetkazib bergan. Paqa kur sazlıqda ko'rildaydigan qo'mcha xotin tilida. Bizning boshqa shimol rayonlarimizning tillarida xotindan boshqa rayonda paqa deb ataydigan bir hayvon var. İbrahim alayhissalomni o'tqa tashlashdi Namrud anda bütün bir devlet xalqini o'tan yiqilib selib, o'tandan bir tog' yasab, o tog'ning o'ziga o'tni qo'yib, vulqonga aylangan vaqtda İbrahim alayhissalomda apirib tashlashga kuchi yetmay, urushlarda yo'g'on tonna tashlarni atadigan manchanoqni selib o'tning o'ttirga İbrahim alayhissalomni atgan. Atgan vaqtda paqa degan bir hayvonning o'zi ağzını tutuşurup Allah'ın yaxshi bir bandasi bir buzak etilguchi aciz o'tqa tashlanib ketibdi. Bir paqa ağzını qanchalik su to'shayalaydi? Tog'dak düylengen, o'tdan tog' yasalgan bir tog'ni bir paqa o'chiralamdi? O'chiranmasligini biletdi. Ammo paqaning qo'ldan keldigini ağzını su to'shib, ashaga pükiyaletdi. Bu mas'uliyatini ado qildi. Hayvanatlardan keslençik deb uyanglarga kirib turusqa chiqyapsizmi? Hoy, o'ltirib, qo'li qonga kirib oldi. Tapqan yerda o'ltirib bu shavchi ne deydigan, payg'ambarimizni o'ltirishni sunnat qilib burgan salma keslençik deydigan bir hayvon bor. Bu hayvon yani taxtikash hayvon ekan bu. Xo'shamatchi hayvon. Mening katta podshoyim, katta atamınımga asiylik qildingmi sen qasi kuchingga? Mening katta bir podshoyimga asiylik qilib o'tqa tashlangan bo'lsang, tiximi kiyib kululab ket. Püydey bunu deb bir salma o'tni püydashga yordam berdi. Amaliyotda o salmaning püydigan o'tida o't qanchalik bo'lar? Paqaning to'shigan suyda o't o'chib qolmaydi. O'chiralaydigan kuch-quvvat yo'qdi. O salmaning püylagan püyliginiga u o't kuyib ketmaydi. Lekin Allah shuni jazosiz qo'ymadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam paqani doğruga ishlatish, öldürüşünü çekildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muşu mükafati için. Salmını köge yerde öldürüş sünnet kıldı hazırlıkçı insanlar öldürüyordu. Hem de benim halkımın teşkilatçıları, rehberleri, otamalları, çoğun küçükleri, aziz karındaşlarım, aşularını kutkuzuşka bir pakı bulanmam size. Pakı bulanmamdı. Pakçılık ümit var bulanmamdı. Pakçılık tirişçem bulanmamdı. Allah mening xalqimga rahbarlarga paqchilik umid, paqchilik g'ayrat, paqchilik bir jasorat, paqchilik bir iymon hidoyat ato qilsin. Aziz qarindoshlarim, shunga bu borasida biz hech kimni tillashga ehtiyojimiz yo'q. Mushu masala har qatim o'ttirg'i chiqsa paloni sağan, pustoni sağan deb nomi nishon o'ttirg'i chiqadi. Ammo sağanlarni hammanglar bilasizlar, ammo ular yo'qolib ketdi. Bazılarına Türkiye hükümeti işek bakmaydı. Türkiye'nin dünyada 10 çok kişilik istihbaratının bir istihbaratı var. Türkiye istihbaratı işek bakmaydı, koyu bakmaydı, kalı bakmaydı. Türkiye'de kim nerede oturuyordu, nerede yetiyordu, kim bilen alakalaşıyordu, telefon numarada ikametimizge, pasportumuzga alımız, kim bilen paranlaşıyordu, bizning 24 saat istihbaratning nazoratida. Turkiya o'zining o'ykisidigini o'ykisib solab bo'ldi 5-6 yil o'ykasganlar bor. Yana yaqinqi xabarning o'zida yana tutib o'ykisidiganlar borligini men anglab qoldim. Onu Türkiye hükümeti öykesip zulüm kılmagan delil ispat paketler olan onu caylaydı. An çıkıp boğan 100 ayarlarımızdan bazı ikamet yolmağında ikametler tasdiklanıvatıdı. Onu ikametlerine elip canlı yayınga çıkıdak bolsun, şu yerge sağan sahtipezlerini, aldamçılarını, beşiği gün kegende pakadak tıkıvağallarını, hemmelerini şula otturga tatıp çıkırıp, aşı ziyankeşki uçurguçular, yüzü ulanı halkımızga delil paketler olan otturup kuydu. Şunu bunu da saklap tutsanlar bulu deyiz karındaşlarım. İnşallah o karındaşlarımız Allah'ın izniyle sağ salamet tutulup çıkır. Emdeyiz karındaşlarım. Biz vatandaki 40 milyon halkını kutkuzumuz davatımız. Amerika mı? Çünkü da çoğun devlet bital doğuqumuzni kutuldurup çıkanmadı. Bital canını kutulduranmadı. Rabia Kadir Hanım'ın ailesinden bir adam kutuldurup bulanmadı. Dolqun Efendim'nin kedimi kutuldurup bulanmadı.
Agar uningga bir odamga 100 ming dollar, 200 ming dollar pul kessa, ota-onasini chiqalaydigan baylar bor. Qilanmadi, pul bilan qilolmadi. Endi mau pul bilan qiloldigan Amerikaga yalvarsak, Amerikaning himoyasi bilan Amerika to'xtabdi, malni qo'yvatash idlibdiki panalni shirayin kessin desam, bir ego so'z bilan tamam bo'ldigan masala. Şuna buningda bütün dünyadaki Uygurlar İngilizce Amerika'ya teşekkürname bilan birlikte Amerika'nın Uygurlarga igi chiqayotganligiga teşekkür etish bilan birlikte Amerika'nın qo'lda qoral tutgan 28 erkekimizde terrorchi emas bu deb chiqarib o'tilgan o'g'il bola erkak Amerikaga teşekkürimizni etish bilan birlikte 500'den artıq ana, 1,5 artıq səbiylərini Amerika bu qatım qoğdab qilishini talab qilayli. Amerika ulan terrorchi deb baxmı deyiz qarindoshlarım. Amerika çoşqi yeydigan xristiyanlar bizning xalqimizni terrorchi demagan yerda Uyg'ursimon maxluqlarning xalqimni terrorchi deydigan hadding yo'q deylar. Allah bu tillaringni hisob qiladi sizlarni. Mening xalqimda hargiz terrorchi yo'q. Mening xalqimning üstüdeki terrorchi Şi haramlık bilan Xitoy Kommunistik partiyasining terrorchilari bor. Mana shular bizni xalqimizni maqlabdan mashriqcha bizning oilamizni terror qilyapti. Mas'uliyatchi bu. Aziz qarindoshlar. Shunga ma'isqa qo'lingizdan kelsa duo qilinglar. Qo'lingizdan kelganli yordamda bo'linglar. Qo'lingizdan kelganli yaxshi tashviqotda bo'linglar. Qilinmaydi deydigan bir so'zni o'ttirib qo'ymanglar. Ma dinda masalaga deb qo'y. Bir adam Allah'a to'liq ishonib, men jinga ishonmayman desam kafir bo'lib ketadi, iymondan chiqadi. Bu ishdan men umid var deb qaramayman desam kafir bo'ladi. Ma İslam dini birdan bir ümidsizlikni kafir bo'ladi deb bekitgan bir dinda yashayapmiz. Shunglashqa birsimiz qalsaqmi, men az qaptim yolg'iz nima qila olaydim desakmi biz iymondan chiqadigan bir dinda yashayapmiz. Shunglashqa ümid var bo'lishni tavsiya qilaman. Iymonimizni qo'g'dab qilish mas'uliyatlarimiz bor. Aziz qarindoshlarim, shunglashqa hozirgi hamkorlik vaqti, birlik vaqti, inoqlik vaqti, ittifoqlik vaqti, yordam berish vaqti. Ularni u yerga o'patqaqqa chiqayotganlardan 100 dan ortiq oilaning chiqib bo'lganda xabaringlar bor. Rabiya Qodir xonim buni so'zdi etdi. Bular iqomatini qo'lga olib bo'lganda jonliq yaylarga chiqadi. Balkim istiqlolga, Husayn Tajallinikiga chiqishi mumkin. Ular shu yerda ko'rgan zulmlarni, musibatlarni anglatadi. Shu yerga sağan saxtipazlarni o'ttirga chiqardi. Shu yerga sağan qochoqchilarni o'ttirga chiqadi. Shu yerga shularni puydab sap qo'yganlarni o'ttirga chiqardi. Tamamen xotirjam bo'linglar. Tikanni kirgan yerdan alayli, saqlab turinglar. Ulardan qutulib bo'lgan 100 dan ortiq uchurg'uchi anava oyatdan chiqsa 5-600 1000 dona ziyonkashlikka uchurg'uchi onalar asha bizning Uyg'ur xalqi shularni shu ziyon zahmatga uchratganlarni bo'sh qo'yib o'tamiz sizlarningcha hargiz bo'sh qo'yib o'tmaydi masalaga deb qo'y. Erkeklarmi bo'sh qo'yib o'tmaydi. Hisob oladi bularning javobgarlaridan xalqimiz. Shuni ularning mudikovogatga xuduklanib yo'qab ketyapti. Mana bizning mudikimiz olmag'achqa Xudukimiz xalqimizning oldiga chiqaveramiz. Biz xatolik qilamiz. Men xususan xatolik qilgan bo'lsam, xatoligimdan qochib ketmay xalqimning oldida mas'uliyatni oldiga ola oladigan o'g'il bola erkak. Dadam xatmamni qilgan. Shunglashqa aziz qarindoshlarim, qilgan ishlarning mas'uliyatni ustiga elishni o'rganaylik. Bu din mas'uliyat dini aziz qarindoshlarim. Shunga butun Yevropa, Amerikadagilar Amerikadagi diplomatiya saviyasida yo'l mengishni intayin kuchli amalga oshirishlarni butun dunyodagi Amerika konsuliga shaxsiy yakka visa topshirib bo'libdi deb turmanglar. Masalan, İstanbul konsuliga uni 100 odam chiqib 100 qitim topshirib bersak texnik kuchli bo'ladi. Gollandiyadagi Amerika konsuliga 100 odam 100 parcha topshirib bersanglar texnik kuchli bo'ladi. Bir odam topshirib berish emas, bir davlatda har biringlar bu Dushanbegacha taqalıdı bunun İngilizce nusxası ammaviy holatda mushuni bilan fotokopiya qilib 1 lira pul xajlab fotokopiyani chiqarib Amerika konsuliga beriblam mushuni tashlab Amerika konsuliga topshirib bersanglar Uyg'ur xalqi uchun eng chong yordam qilgan buslar. Rabiya Qodir onamiz buningga bashulab chiqdi. Bashulab chiqqan bu onaga shu davan to'xtatib qo'ymay hali u yerga, hali Oqsaroyga, hali Qarisaroyga, hali Beshbujaklik binoga, hali diplomatiya ministrligiga to'xtamay berib buning natijasini
xalqimizga bugun men Amerika hukumatidan ma javobni oldim deb xalqimizga e'lon qilganga qadar onamizning iqtisodiy berib kelib chiqish yo'llarini uzib qo'ymayli. Ularni yana 6000, 7000, hech bo'lmasa 11, 12000 hozir nahba yo'llarning uzun bo'lsa-mu, saladigan yo'llardagi Ali Akbar damullojimga berdigan yordamlaringni ham uzib qo'ymanglar. Yordam berganlarning o'zi aziz qarindoshlarim. Menga yordam berganinglar men sana manchi pul beribdim. Nega padinglar hisob elish haqqinglar bor. Xususan mening Turkiyada aziz qarindoshlarim, mana shularni qutuldirman deyish borasida 4-5 ming dollar qarz elib 15 yoshlik bir sabiyni qutuldirilish borasida yordam qilgan. Buni 2000 dollarcha qarzim qolgan. Yana bir hemşiremge 1000 dollar qarzim bor. Men biramay qolib qoldim. Ammo boshqa qarindoshlardan, quymichilardan 345 ming dollar elishim bor. Onundan başqa meni quyayotgan deydigan o'g'illar erkak bo'lsa-ku, salaytinglar chiqing o'tirma. Men oshkora adam O'g'uzxon hojimni so'rasanglar bo'ldi, Seyit apandimni so'rasanglar bo'ldi, ulamolar birligidan so'rasanglar bo'ldi. O'g'illar erkak adam. Biz dadimizni biladigan adam. Anemiz iniq adam, nasabimiz iniq adam. Şoňlaşqa gepinglar olsa o'g'illar erkakdek videoda o'ttirg'i chiqinglar. Siz o'ttirg'i chiqamay, qandaq tashkilotli rahbarlarimiz, olim ulamolarimiz, ustozlarimiz bularning yuz obro'yini mavhum holatda to'kmoqchi bo'lganinglar, o'zinglarning haromdan bo'lganligini e'lon qilganinglar yoki biroz ziyon zahmatga uchrab, barmoqingni shumirdigan bo'lib qolganligini e'lon qilganliginglardan boshqa narsa emas, aziz qarindoshlarim. Şuna sözünü ispatlık bolsun, delil pakitlik bolsun, rastgulani yushurish gunohi kabir bo'lgan bir dinda bo'lsa, yolg'onchilik qilish tuhmat bir gunohi kabir bo'lgan bir dinda yashayapmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni rastchilardan qilsin, bahodirlardan qilsin, qo'rqmas yurakli qahramonlardan qilsin. Hammanglarni Allohning himoyasiga topshirdim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.